Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan tomoshabin aka-ukalar, opa-singillar, albatta Xitoyning Urumchi degan shahridamiz. Qo'ldan kelgancha birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib ishlarini tavsiya qilib qolamiz. Qanday kelsa bo'ladigan aka-ukalarimizga, ularni ham bafirja qo'ldan kelgancha xolis aytib o'tib ketamiz. Mana bu shahri, shu Urumchi degan shahri. Xitoy tilini ozroq bilish shart ekan. Ozroq qiynalmayin desa bilish kerak ekan. Ozroq bo'lsa ham. Pagodasi yaxshi, pagodasi sovuq emas. Elektrosamokatlar mana bizga boradigan elektrosamokatlar bu yerda dastlabki kuryerlar. Kuryerlar ishlatib yuribdi mana. Keyin jigarlarimiz kuzatib o'tirgan aka-ukalar, kimda kim qanaqadir savollar bo'lsa bemalol kommentariy yozib ketasizlar degan umidamiz. Qo'ldan kelgancha syomkada bo'lyapmiz. Yana bir bor yangiliklarni ko'rsatib boraveramiz. Yangiliklardan nimaiki izlamoqchi bo'lsangiz bu yerdan izlab topasiz. U faqat qiyinroq bo'ladi, chunki deganda shahar katta. Bitta joyda sotilmaydi ekan. Допустим, buni texnika именно agar muraviy bo'yicha kelgan bo'lsak, muraviy bitta joyda chiqaradigan bo'lsa, elektrosamokat отдельно chiqarar ekan. Skuter отдельно ekan. Ularni zavodiga borish kerak. Отдельно chiqarar ekan buni. Shahri bo'lishidan qat'iy nazar, akalar ukalar, elektromobil mashin 5% ni ko'rdimda. Elektronniy mashinalar 5% elektronniy mashina haydar ekan. Qolgani hammasi benzinli mashina. Toyota, Audi, BMW. Ko'proq Toyota ekan bu yerda. Toyota markalari ko'proq mashina. Chunki deganda elektromobil mashina so'ragan aka-ukalarimiz bo'ldi. Mashina bozorigacha izladik. Elektromobillar juda kam ekan. Mana bular yo'llari mana. Yo'l, ko'chalar. Mana xolodilniklar juda arzon ekan. Frezerlar 8,000-9,000 so'm. Bizda 15,000 so'm. Ay yo'l pulusi bor endi. Qo'yish mana. So'yaqlatib beradigan. Xolodilnik. Shular ham zo'r holatda ekan. Magazinlar uchun. Nimadir sixma bu. Nima bola. Надо 5 штук надо, 2 фаза. 3 фазы не надо, 2 фаза. E'ni bering. 一台。兄弟，有时间，我需要一个2箱家庭，我需要2张通行证。没有，最少50台，最少50台。2台不给做，2台没有啊。Bittaliga 8,600 yuan ekan. Hozir 4,5-4,800 yuan ekan. Nima bu? Bu ham frezermi? Frezer. Necha yuan ekan? Yo'q. Qancha? 3,800 yuan. 4,5 yuan. 6,900 yuan. Shunisi yaxshi ekan-da. Narxi chekkadagi birinchi firmasi ham shundan edi, mana shundan. 4,000 qancha yuan deydi? 6,5 yuan deydi. Mana pakovka qilayotgan. Mana pakovka qilib sotib tayyorlab beryapti apparat.
这个我家没有。 Kofilarni apparat ekan uni kofe. Ha, yo'qmi aka? Ha? Uni qancha ekan o'sha kofeterlardan? Ha? 哦，这包装机， Kofeterlardan. 我看是吗？ Qancha ekan? Bir so'ranglar necha yuan ekan? Necha yuan ekan? 哦， Yuan. 机上机拿给你。哦，可以。要哪个？要。 15 ming. 15 ming euro. 15 ming yuan. 15 ming yuan. Ha. Qancha qilib ketadi? 一拍吗？ Vizitkasi. 来，给你一个。 2000 dollarga bunda ishlab chiqarish qilsang qani ishla yaxshi. Kofe, qirchay, yana nima? Nima praynik, nima? Yaxshi ekan. Ha? Yong'oq. Upakovka qiladi-da bu. Qilamiz. Yaxshi emas. 哦，也是要。 Ana. Shahar katta. Odashib qolish chiqavermas ekanda. Men bilan kelmasang adashib qolasan, hech kim olmaysan adashib. Mana katta jong'oq. Katta jong'oq mana. 2 yuanmi bu? 2.5 ha? 2.3 aka. 2.5. Jiyda bu. Chilon jiyda deymiz ku shunday ekan. Ha? Mayizni qara, bizda yuribdan katta. Mayizni kattaligan. 2 yuan jiyda. Kilosi 3 somon aka. Gilos. Mayda pomidor gilos. Ha, ma'qul bildimi nari? Ha? Men ma'qul. Yaxshi ekan shuni jiyib ko'rdik. Tomoqlarimiz tushmasin mana. Olib qo'ying. 今天早上进的。好的。 Endi radi endi syomka qilib jirkan gullar. 8-marta o'tib ketdik. Voy jo'llar. Odamlar bu taraf. Hamma davomli ketdi. Pastda magazin, etashga polni narsa bo'laman. Avtobus, mashinalar qolmaydi. Hay, YouTube kuzatib o'tirgan akalarimiz, bugungi videolarimiz shunchadan iborat edi. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattadan katta rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.